Assalomu alaykum do'stlar, birodarlar. Jonli sog'lik. Mana literaturniy ko'chada mana bitta obyektimiz, xohlasa. Mana ertaga ochilish kuni, xudo xohlasa. Gulmo xonim xolos shunga bizga xizmat qildi, ozgina qo'limizdan kelgancha o'zingizlar baho berasizlar. Xolos ertaga ochiladi. Lekin juda ham kuxnyasi katta ekan lekin. Hamma narsalarni eng sarasini qo'yishdi, xohlasa. Yomon narsa qo'yishmadi. Ishligini rivojini bersin. Keyin o'rasizlar. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar.